Bugungi kundagi eng aktual muammolardan biri bu qarzdorlik, kredit va pul bilan bog'liq muammolar. Ko'proq pul topishni o'rgating, ko'proq pul jalb qilishni o'rgating va bizni moddiy hayotimiz yaxshilansin degan ko'rinishdagi savollar juda ham ko'plab kelib tushyapti. Lekin asosiy muammo pulda deb o'ylaysizmi? Avvallari pul yo'q bo'lsa ham inson yashardi. Yashab ketardi, ya'ni o'sha qishloqda огород qilib, misol uchun ekin-tekin qilib yashab ketishi mumkindi, lekin bugungi kunda rostdan ham siz pulingiz bo'lmasa yashab qola olmaysiz. Pulingiz bo'lmasligi sizni katta muammolarga olib kelishi mumkin. Mana shunday ko'rinishga kelib qoldik. Va bugungi kundagi insonlarda aksariyatni pul bilan bo'layotgan muammosi ehtiyoj kattalashib ketgan, zamon rivojlanib ketgan, lekin sizni ongingiz o'smayotganligidan. Sizda g'oyalar yo'q, kreativlik yo'q, o'zingizga xoslik yo'q. Bu juda katta tema, bu juda katta mavzu va sizni moddiy dunyoyingiz bu sizni ongingizni holati. Sizda bugun pulda yetishmovchilik bormi? Qarzdorlik bormi? Sizni ehtiyojlaringiz o'sib boraveradi, lekin siz shaxs sifatida o'smaysiz, rivojlanmaysiz. Buning oqibatida siz ehtiyojingizni kredit orqali bo'lsa ham qoplashga harakat qilasiz. Chunki zamon, davr sizni rivojlanib olishingizni kutib o'tirmaydi. Sizni farzandlaringiz sizni yaxshi ota, yaxshi ona bo'lib rivojlanib olishingizni kutib o'tirmaydi. Endi aksar davlat ishida ishlaydiganlarda ham bu muammo bo'layotgan bo'lsa, bugungi kundagi davlat oyliklari sizni ehtiyojingizni qondiradigan darajada emas. Chunki bugun har bitta narsani vibri ko'payib ketdi, tanlov ko'payib ketdi va bu tanlovga yarasha sizda endi ongli tanlov qilish ko'nikmasi shakllanmagan bo'lsa, endi pul bilan bog'liq sizda jiddiy muammolar kuzatilishni boshlaydi. Bugun siz ko'proq o'zingizni shaxsiyatingiz ustida ishlaydigan davr. Bugun siz o'zingizni g'oyalaringizni rivojlantiradigan davr. Bugun siz o'zingizni kreativligingiz va har bitta vaziyatda improvizatsiya, moslashish qilishingiz, vaziyatga, holatga mos ravishda rol o'ynashingiz deymizmi, bu sizni yutuqqa olib keladi. Bugun haqiqiy ma'noda talantlilarni, qobiliyatlilarni zamoni keldi. Hech qanday pulga qaramasdan talanti, qobiliyati bor insonlar bugun ko'proq yutuqqa erishishi mumkin, chunki internet rivojlanishni boshladi. Internet rivojlangandan keyin ko'p joyda cheklab bo'lmay qoldi. Agar siz hali ham o'sha eski davr, eski tuzumdagi qandaydir shablonli va cheklovli qarashlar bilan, cheklovli fikrlash bilan yashaydigan bo'lsangiz va o'sha oylik sistemani, oylik oladigan sistemani oqlaydigan bo'lsangiz, sizda bundan buyog'iga faqat muammo ko'payadi. Muammolaringiz bartaraf bo'lishi uchun siz o'zingizdagi g'oyalarni, faqat o'zingizga xos bo'lgan tomonlarni ochishingiz kerak. Bu endi albatta shaxsiyat ustida ishlash orqali rivojlanadi. O'zingizni kamchiliklaringiz bilan tan olishingiz, o'zingizni ustun tomonlaringizni, aktivlaringizni ko'ra olishingiz, qobiliyatlaringizni rivojlantirishingiz va dunyoqarashingizni kengaytirish, yangi zamonga mos bo'lgan g'oyalaringiz bilan siz davrga mos holatda harakatlanishingiz va o'z g'oyalaringizni ilgari sura olishingiz sizni bu botqoqdan olib chiqib keta oladi. Albatta, agar siz o'sha eskicha fikrlash tarzingiz bilan qarzdorlikdan chiqib ketaman, eskicha fikrlash tarzingiz bilan kreditlarimni yopaman va bitta yopib olayin, shu bilan bu ko'chaga kirmayman deydigan bo'lsangiz, qattiq adashasiz. Hozircha sizni qarzdorliklaringiz, sizni o'sha pul bilan bog'liq muammolaringiz harakatga keltirib turibdi. Agar siz muammo o'lchamida harakatlanmaydigan bo'lsangiz, maqsad ongida harakatlanadigan bo'lsangiz, muammo, kredit, pul bilan bog'liq qarzdorlik masalalari hammasi hayotingizdan chiqib ketadi. Hayotingizdan chiqib ketmayaptimi? Demak, hozircha bu sizga xayrli. Hozircha bu kerak sizga. Chiqib ketish uchun avvalo muammoni rad etish emas, muammoni qabul qilish kerak. Xo'p, mana shu muammoli vaziyat menga nimani o'rgatyapti? Men nimani o'rganyapman? Nima uchun hayotimda shunday bo'lyapti deb o'zingizga savol berib ko'ring. Va qarang. Har bitta vaziyatni xayrli tomoni bor.
bu muammoli vaziyat, bu qarzdorliklar, bu kreditlar menga nimaga ham kerak bo'lishi mumkin, qanaqa foydali tomoni bo'lishi mumkin deb siz qattiq rad etishingiz mumkin. Ishoning, foydali, xayrli tomoni bor. Agar siz mana shu xayrli tomonini ko'rishni o'rgansangiz va bu vaziyatni sizga berayotgan imkoniyatlari, plyuslarini ko'rib minnatdor bo'la olsangiz, sekin astalik bilan sizni hayotingizdan bunaqa muammoli vaziyatlar chiqib ketishni boshlaydi va siz xohlagan vaziyatlar kirib kelishni boshlaydi. Juda ham ko'p insonlarni bilaman, faqat muammo bo'lsa rivojlanadi. Faqat muammo bo'lsa harakatga keladi. Muammo bo'lmasa harakatlana olmaydi. Bir kuni men bir anaqaga savol berib qoldim. Masha Tillayeva bo'yicha Masha Tillayevaga nima yetmas ekan? Shunaqa harakat qiladi, blog yurgizadi. Bo'lmasa bu qizni puli oshib toshib yotibdi. Sobiq prezidentimizning nabirasi deb bir hamkasbimga aytganda, o'sha hamkasbim fikrini bildirib qoldiki, biz eng katta xatoyimiz aynan mana shunda. Ya'ni pul bor holatida biz qanday harakatlanishni bilmaymiz. Bizga hech kim o'rgatmadi. Pul bor holatida, hamma narsa bor holatida, to'kin holatida qanday harakatlanishni, har kuni ertalab maqsadlaringiz sizni uyg'otishini. Qachon oxirgi marta siz ertalab xursand bo'lib uyg'ondingiz? Eslab ko'ring. Shunchalar muammoni ichiga kirib ketgansizki va muammolarni hal qilayotganingizda siz o'zingizni katta va jiddiy inson deb o'ylaysiz. Muammosiz hayotni siz yosh bolacha va jiddiy qabul qilinmaydigan hayot deb o'ylaysiz. Ya'ni kattalarimiz bizga mana shunday tarbiya modelini singdirishgan. Buning oqibatida siz ham muammolarni hal qilsam nimadir bo'ladi, hayotimda o'zgarish bo'ladi degandek sizni bu qarashingiz sizdagi o'sha pul bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqarishga sabab bo'lyapti. Dunyo qarashingizni o'zgartiring, muammo o'lchamidan maqsad o'lchamiga o'ting va endi o'sha bolaligingizdagi orzularingizni, hech kim ishonmagan orzularingizni ushaltirish vaqti keldi. Aslida bugun yashash oson. Tushunganga, bilgan insonga pul bilan munosabat qilish, kengayish, sayohatlarda o'z istagandek hayotda yashash juda ham oson bo'lib qoldi hozir. Lekin siz eskicha yashash, eskicha fikrlash modelini tark etmaganingiz uchun ham bugun hayot qiyin deb o'ylayapsiz. Yo'q. Hamma zamonlarda ham ilmi bor insonlar, rivojlangan insonlar oson o'z o'rnini topib rivojlanib ketavergan. Hamma zamonlarda ham insonlarning yashashiga qiyinchilik yaratgan yagona narsa ulardagi ilmi yetarli bo'lmaganligi. Hayot ilmi, munosabatlar ilmi, farzand tarbiyalash ilmi, pul ilmi, ya'ni sizda nima bo'yicha muammo bo'layotgan bo'lsa, mana shu bo'yicha ilm yetarli emas. Men katta ehtimol bilan ayta olamanki, bugungi kunda pul bilan to'g'ri munosabat qilish ilmi bizni o'zbek xalqiga, o'zbek oilalariga yetarli bo'lmayapti. Biz hamma narsaga o'zimizni emotsional xohishimizdan kelib chiqib, xaridlarni ko'paytirib tashlayapmiz, pulimizni hisobini olmayapmiz, to'g'ri harakatlanishni bilmayapmiz. Buning oqibatida muammo kelib chiqyapti aynan pul bilan. Bolaligimizda eslasak, ota-onamiz ro'yxat yozib olib, keyin bozorga borishardi. Bugun eng kuchli marketologlar sizni cho'ntagingizdagi bor pulingizni olish uchun qo'ldan kelgan hamma narsani qilyapti, lekin hech kim sizga bir so'm oshiqcha pul topishni o'rgatmaydi. Bu ilmni hech qayerda hech kim bermaydi. Aksincha, sizni minusingizga, sizni ziyoningizga ishlaydigan takliflar bugun bozorda ham, ko'chada ham, magazinlarda ham to'lib yotibdi. Faqat bugun emotsiyalaringizni to'g'ri boshqarishni o'rganib va hayotingizni nazoratni to'g'ri yo'lga qo'yishni o'rganibgina siz mana bunday muammolardan chiqib ketishingiz mumkin. Bugun oldingidan ko'proq ilmga muhtojmiz. Oldingidan ko'proq hayotimizni nazoratini qo'lga olishga muhtojligimiz bor. Agar buni biz o'zimiz qilmasak, biz uchun boshqalar, ya'ni bizni emotsiyalarimizdan, biz o'sha xavflarimizdan, bo'shlig'imizdagi, bolaligimizdagi bo'shliqlardan foydalanib, o'zlarini xizmatlariga bemalol xizmat qilishlari mumkin. Ayniqsa ayollarda tadbirkorlik, o'z xohishlarini, asl xohish bilan soxta xohishlarni ajratishni o'rganishi kerak hisoblanyapti. Mana shularni joy-joyiga qo'ysak, bizdagi pul savollarini 50% hal bo'ladi.
hal bo'lmasdan qolmaydi, hal bo'ladi. Xarid vasvasasi va sarobiy narsalarga uchib turib o'sha xohishimizni, moddiy ehtiyojimizni qondirishga harakat qilishimiz bizni baxtli qiladi deb o'ylashimiz eng katta xatoyimiz. Moddiy ehtiyojlarni qondirishi sizni juda qisqa muddatga xursand qiladi. Olgan yangi kiyimingiz ham, olgan yangi mashinangiz ham sizni uzoq muddatga xursand qila olmaydi. Sizni juda qisqa muddatga xursand qiladi. Insonni uzoq muddatga xursand qiladigan narsa bu yaqinlari bilan birgalikda o'tkazgan vaqti va chiroyli xotiralar, birgalikda qolingan chiroyli xotiralar insonni uzoq muddatga xursand qiladi, rag'batlantiradi. Aynan bizda insonlar orasida munosabatlar oldingidek samimiy va iliq munosabatlar kamayib borayotgani uchun ham insonlar o'zidagi emotsional bo'shliqni narsa buyumlar bilan to'ldirishga harakat qilyapti. Bu narsalarni, bunaqa muammolarni ayollarimiz albatta oilada bartaraf eta oladi. Farzandlariga, turmush o'rtog'iga mehrli va o'ziga ham mehrli munosabatda bo'lish orqali. Keyingi masalamiz pul bu energiya. Pul bu energiya deganimizda albatta pul bor bo'lganda bizning kayfiyatimiz zo'r, pul yo'q bo'lganda biz o'zimizni energiyasiz va kuchsiz his qilishni boshlaymiz. Yo'q. Hamma narsaga qanday munosabatda bo'lishingizga qarab. Agar pulni energiya deydigan bo'lsangiz, albatta u borligida siz energiya yetishini his qilasiz o'zingizni. U yo'q bo'lganda siz tushkunlikka tushishni boshlaysiz. Bugungi kunda aynan ommalashgan mana shu gapdan kelib chiqib ham pul yo'qmi, energiyang yo'q demak deb qarashni boshlashyapti, lekin insonda to'xtovsiz va doimiy ishlab chiqaruvchi energiya manbai bor. U energiyani puldan olmaydi. Inson energiyani puldan olmaydi. Inson energiyani Allohdan oladi. Tabiatdan, tabiiy unsurlardan oladi, puldan olmaydi. Pul bilan u moddiy ehtiyojlarini bugungi kundagi eng yaxshi o'rtadagi ayirboshlash tili bo'lganligi uchun ham bundan foydalanish mumkin, lekin uni quliga aylanib qolish kerak emas. Pul sizga xizmat qiladigan vosita. Pul o'zi maqsad bo'la olmaydi. Pul sizni maqsadlaringizga xizmat qiladigan vosita. Agar mana shunday pulga bo'lgan munosabatingizni to'g'rilasangiz va hayotingizni asosi, markazida o'zingiz, hamma muammolarni yaratayotgan ham o'zingiz, hamma muammolarni bartaraf qila oladigan inson ham o'zingiz ekanligingizni tushunsangiz, hayotingizdagi ko'p masalalar hal bo'lishni boshlaydi. Siz aksincha o'zingizdan muhimligini yuqori qo'yganingiz uchun ham aynan pulni muhimligini bugun sizda pul bilan bog'liq muammolar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Lekin ishoning men azizlarim, siz har biringiz bebahosiz va har biringiz siz o'ylaganingizdan, hozirgi o'ylagan darajangizdan 10 karra ko'proq, balki 100 karra ko'proq darajadagi imkoniyatlar va yangiliklar qilishga qodirsiz. Faqat bularni ochish uchun o'zingizni ustingizda ishlash kerak bo'ladi. Ayolni ham, erkak kishini ham o'zini shaxsiy puli bo'lishi kerak, ayni hozirgi rivojlangan zamonda. Lekin ayolni maqsadi pul topish bo'lishi kerak emas. Ayolni maqsadi o'zini qobiliyatini rivojlantirish, mana shu qobiliyat orqali zavq olish va buni oqibatida, buni natijasida u pul bilan taqdirlanishi kerak bo'ladi. Agar u ro'zg'orni tebrataman deb yoki qaysidir muammolarni hal qilaman deb, oilaviy muammolarni hal qilaman deb pul topadigan bo'lsa, unda erkak ayol pul topishida muammolar kuzatilishni boshlaydi. Bu muammolar yuzaga kelmasligi uchun ayol kishi nima uchun ishlayotganini tushunib olishi kerak. Nima uchun rivojlanayotganini tushunib olishi kerak. Mana shunda o'zini ham moliyaviy holatda o'sish ketadi, turmush o'rtog'ini ham moliyaviy holatida o'sish ketadi. Agar aksincha siz rollarni turmush o'rtog'ingizdan olib qo'yadigan bo'lsangiz, unda sizda og'irlik his qilishni boshlaysiz, chunki turmushning og'irligini ko'tarish ayol kishi uchun emas. Turmushda moddiy, ma'naviy ehtiyojlarni qondirish ayol kishi uchun emas. Bu erkak kishining vazifasi. Sizda aynan o'zingiz gormonal holatingizda ham, o'zingiz shaxsiy hayotingizda ham buzilishlar bo'lishni boshlaydi. Mana shu joylarni joy-joyiga qo'yib olganingizda munosabatlar garmoniyada, bir-birini qo'llagan inson sifatida rivojlanishingiz mumkin. Endi turmush o'rtog'im bunaqasilar tushunmaydi-ku, eshitmaydi-ku, qanaqa qilish mumkin desiz? Yo'q. Eng avvalo siz fikringizni to'g'rilashdan boshlang. Men hammasini joyiga qo'ya olaman. Oiladagi tartibni joyiga qo'ya olaman. Men o'z vazifamdan kelib chiqib, mazza, zavqim uchun ishlayman va albatta topgan pullarimni o'zimning orzu va maqsadlarimga ishlataman desangiz, bu eng to'g'ri tanlov bo'ladi.
Aynan barakali ayol klubimizda ayollarimiz uchun izobilniy ayol, ya'ni farovon ayol, to'kin sochin ayol darslarimizda pul bilan to'g'ri munosabat o'rnatish, oilani pul bilan bog'liq krizisdan qanday olib chiqib ketish, ayol o'zi bilan qanday munosabatda bo'lish kerak, jamiyatda, atrofda qanday munosabatda bo'lish kerak, bular haqida eng so'nggi bilimlarni berib o'tganman. Bu bilimlarni o'zlashtirib chiqish orqali siz pul bilan bog'liq savollaringizni erkin, mustaqil, shaxsan o'zingiz hal qila olasiz. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Bundan ham ko'proq ma'lumotlarni, bundan ham ko'proq bilimlarni siz Barakali ayol klubi darslarida olishingiz mumkin. Barakali ayol klubiga a'zo bo'lish uchun Telegram orqali menejerga bog'lanishingiz mumkin bo'ladi.